bob babul javami' minad du'a. Jomi duolar haqida. Jomi duo degani, ya'ni bir lafzda ko'p ma'nolarni jamlaydigan duolar. Odamlar o'zicha qiladigan duolari ko'pincha maydalashish. Bir narsani qayta-qayta har xil ko'rinishda so'rash, shunaqa uslubda duo qiladi. Aslida esa jomi duo qilish kerak. Masalan, Robbana atina fid dunya hasana duosi. Jomi duo. Dunyoda yaxshilik ber. Hamma yaxshilik shuncha kirib ketadi. Va fil oxirati hasana. Hamma yaxshilik shuncha kirib ketadi. Jomi emas duo qanaqa bo'ladi? Misol uchun ayting, bir odam uy ber, mashina ber, xotin ber, bola ber, yaxshi ish ber, falon ovqat ber, falon ichimlik ber, so'raversa mana shunaqa qilib. Bu maydalashish duolari. To'g'ri, bu yomon joyi yo'q, lekin ba'zan fujurga o'tib ketadi odam, shunda ham haddan oshib ketadi, chegaradan chiqib, duoda haddan oshish bor. Oxiratda ham xuddi shunday keladi hozir hadisda. Jannatda ana falon uyni ber menga, falon qavat bo'lsin, ko'rinishi unday bo'lsin, derazalari unday bo'lsin, eshiklari unday bo'lsin. Ana shunaqa qilib so'raversa, bu maydalashgan duo. Shuni o'rniga mana hadislarda kelgan jomi duolarni qilish kerak. Bu odamning himmati pastligidan bo'ladi aslida. Maydalashish. Chunki Alloh beradiganiga rozi bo'lmay, o'zini o'sha istagini odam Allohdan so'rayotganligi qanoatlana olmayapti degan. Allohni men rozi qilaman seni degan narsasiga. Biz ayblash uchun aytmaymiz. Endi misol tushuntirish uchun, shunaqa narsalarni to'g'rilash uchun aytamiz. Mo'minga oyna degandek. Misol uchun aytdik-ku, jannatda bir bulut bo'lar ekan dedik. Nimani so'rasangiz yog'ar ekan o'sha bulutdan. Endi shunda bir odam chiqib aytsaki, shu bulut dollar yog'diradimi desa, dollar so'rasam. Endi bu ko'rinishidan qarang, aslida masalan jannatga qiziqishi insonni yaxshi narsa. Lekin bu odamning himmati pastligidan bo'ladi bu. Bu dollar degan qog'oz shu darajada bizda, ya'ni miyamizga o'tirib qolibdiki, aslida bu qiymatli narsa emas u. Qog'oz aslida u. Hojatxonaga ham kifoya qilmaydigan darajada bir narsa u aslida. Qog'oz hech qanday qadr qiymatli narsa emas. Oltin ham bo'lganda mayli deydi, oltin yog'adimi deganda. Lekin shu darajada endi ana shu odamning miyasiga o'rnashib qolibdiki, jannatda ham o'shani so'raladi. Birinchidan bu qog'ozda, ikkinchidan nimaga kerak o'zi qog'oz dunyoda bizga? Uni evaziga narsa olamiz. O'zimizniki emas narsalarni birovdan sotib olamiz. Jannatda bir savdo sotiq degan narsani o'zi yo'q-ku, nima qilasan qog'ozda? Puldi ya'ni. U yog'gani nima kerak insonga? Ana shu narsalar inson jomi duolarni bilmasligidan chiqadi demoqchiman. Shu narsalarni hozir odamlar gapiryapti. Shu savol ham beryapti kerak bo'lsa. Dollar yog'armikan o'sha bulutdan deyishyapti. Biz buni ustidan kulmayapmiz hech kimni. Tushuntirish uchun aytyapmizki, bu narsalar haddidan oshish inson. Jomi duolar qilish kerak, ya'ni ichiga ko'p ma'nolar olgan. Uning uchun mana o'rganish kerak shu jomi duolarni. 3845-hadis. Abu Malik Sa'd ibn Tariq otalaridan aytadilar. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan ekanlar. Bir odam keldi, aytdiki: "Ya Rasululloh, men Robbimdan bir narsa so'rasam, qanday aytay?" deb aytdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul, mana bu duoni ayt. Allohumag'firli varhamni wa'afini warzuqni." Allohim meni mag'firat qilgin, rahim qilgin, ofiyat bergin va rizqlantirgin. Shu 4 ta narsa deyaptilar, mana qarang. Va 4 ta barmoqlarini jamladilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni bosh barmoqlaridan boshqa ko'rsatkich, o'rta va keyingi 2 ta barmoqlarini jamlab ko'rsatib aytdilar: "Fa inna haula'i yajma'na laka dinaka va dunyaka." Ana bu 4 ta narsa senga dining va dunyoyingni jamlaydi deyaptilar, mana qarang. Haqiqatdan-da mag'firat, rahmat, ofiyat, rizq. Ana shu jomi duo degan. O'zi biz doim aytamiz, sizni boshingizga nima balo kelgan bo'lsa, gunohingizdan kelgan bo'ladi. Hammamizda ham, ya'ni. To'g'rimi? Alloh mag'firli degani, demak, boshimdagi hamma balo qazoni arid degani shunchaki kelib ketadi. U balo ketsin, bu balo ketsin, unday bo'lsin, bunday bo'lsin degan narsalar hammasi. Meni rahim qil degani ichiga ham shunday, hamma rahmat kirib ketadi shunchaga. Ofiyat ber deganining ichiga kasalligim tuzalsin, falon narsadan asra, yomon ko'zdan asra, balo qazodan asra, tufon balosi, yer balosi, o't balosi, suv balosi degan gaplar hammasi shuncha kirib ketadi. Bizning qariyalarda shunaqa duolar bor-ku. O't balosi, suv balosi degan har xil gaplar. Afini deng bo'ldi, shunchaga hammasi kirib ketyapti mana. Ofiyat ber menga.
Va rizq ber deganning ichiga uy bo'ladimi, ulov bo'ladimi, xotin bo'ladimi, yeydigan narsami, ichadigan narsami, farzandmi, hammasi shuncha kirib ketadi. Ana shu 4 ta narsa deyaptilar senga. Dining va dunyoning hammasini jamlaydi. Bu iymonga bog'liq duo qila olish, shuni bilaylik biz. Nima degani iymonga bog'liq? Inson mana shu 4 ta narsani so'rasam, o'zi hammasi shuni ichiga kirar ekan degan narsaga, shu keyin ichidagi men istayotgan narsalarimni shu duoni ichidagi narsalar o'z ichiga olyapti degan narsaga iymon keltira olish kerak odam. Agar iymon keltira olmasa, ishonchi yetmay, ishonchi komil bo'lmay yana so'raveradi baribir. Endi bu 4 ta narsani so'radik-ku, endi baribir xoslab so'rasak yaxshi-da deydi-da, yana davomidan o't balosi, suv balosi deyveradi. Qanoatla olmaydi, shuni ichiga kiryapti degan narsa. 3846-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga mana bu duoni o'rgatdilar. Allohumma inni as'aluka minal khayri kulli, ajilihi va ajilihi, ma alimtu minhu va ma lam a'lam. Wa a'udhu bika minash sharri kulli, ajilihi va ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما أعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. duon ma'nosi: Alloh, men sendan yaxshilikni hammasini so'rayman. Hozirgisi-yu kelajakdagisini. Ya'ni dunyo oxiratdagisini. Va men undan bilganim-u bilmaganimni va sendan yomonliklarning barchasidan panoh so'rayman. Hozirgisi-yu kelajakdagisining yomonliklaridan. Undan men bilganim-u bilmaganlarimdan. Allohim, men sendan bandang va payg'ambaring so'ragan yaxshiliklarni so'rayman. Va men sendan bandang va payg'ambaring panoh so'ragan yomonliklardan panoh so'rayman. Allohim, men sendan jannatni va unga yaqinlashtirgan har qanday so'z va amallarni so'rayman. Va men sendan do'zaxdan panoh so'rayman va unga yaqinlashtirgan har qanday so'z va amallardan panoh so'rayman. Va men sendan yana so'rayman, menga qilgan barcha qazo qadaringni menga yaxshilik qilishingni. Mana ana shu ham jami duo bo'lyapti, mana qarang. Hamma narsa kirib ketyapti shunga ichiga. Birinchidan sendan hozir va kelajakdagi yaxshiliklarni so'rayman deyapsiz. Bilganingiz va bilmaganingizni. Mana o'tmishdagi odamlar masalan hozirgi zamondagi bir ne'matlarni bilmagan ko'pini. Qimmatbaho mashinalar, qulayliklar, hozirgi mana qanday qulay uylar, telefonlar so'ramagan shular bilmagandan keyin. Lekin mana shu duoni qilsangiz, undan yaxshi narsalardan ham so'ragan bo'lasiz. Hozir odamlar aytadi, jannatda mashina bormi deydi. Siz hozir mashinani bilganingizda, shuning uchun shuni so'rayapsiz. Jannatda nimalar borligini bilmaysiz. Agar bilsangiz, mashina jannatga kerak emasligini shunda tushunardingiz. Ana shuning uchun mana shu duoni qilish kerak. Bilganimni-yu, bilmaganimni so'rayman deyapsiz. Yomonliklardan ham xuddi shunday. O't balosi, suv balosi degan narsalardan odamlar panoh so'ragan, hozir shunday yomonliklar kelib chiqyapti. Endi bilyapti odamlar qanaqa yomonliklar borligini. Ana shundan panoh so'ralinyapti. Hozirgisi-yu kelajakdagisidan, bilganiyu bilmaganidan. Keyin payg'ambar alayhissalom so'ragan yaxshiliklarni so'rashlik mana qarang. Payg'ambar alayhissalom panoh so'ragan narsalardan panoh so'rash. Shuni so'rayman deyilyapti. Payg'ambaring nimani so'ragan bo'lsa, shuni so'rayman, yaxshilik. Payg'ambaring nimadan panoh so'ragan bo'lsa, shundan panoh so'rayman. Keyin jannatni so'ralinyapti-da, unga yaqinlashtirgan har qanday so'z va amalni so'ralinyapti. Do'zaxdan panoh so'rab, unga yaqinlashtirgan har qanday so'z va amaldan ham panoh so'ralinyapti. Hamma qazo qadarni yaxshilik qilish so'ralinyapti. Mana shu ham jami duo. 3847-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishiga aytdilar: "Ma taqulu fi solat?" Sen namozingda nima deysan? Nima deb duo qilasan deyaptilar. Haligi odam aytdiki, birinchi tashahhud aytaman, ya'ni haligi namoz oxirida. Keyin Allohdan jannatni so'rayman va do'zaxdan panoh so'rayman deganlar. Haligi kishi aytayapti-da, ya'ni
Va ammo men Allohga qasamki, sizni ham, Muozni ham dandanasidaqa dandanani yaxshi qila olmayman. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, biz ham shuning atrofida dandana qilamiz deganlar. Dandana degani g'urung-g'urung degani. Shivir-shivir degani. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda mana attahiyotdan keyin, salovatlardan keyin shivir-shivir qilib uzun duolar qilganlar. Salomdan avval ya'ni. Muoz radhiyallohu anhu nimaga zikr qilyapti bu kishi? Muoz radhiyallohu anhu o'zlarini qavmlariga imom bo'lganlar. Sahobalarning olimlaridan, shu ummatning olimi. U kishi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganib, mana shunday attahiyotdan keyin salomdan avval uzun duolarda shivir-shivir qilib qilganlar. Endi bu odam aytayaptiki, bir rivoyatlarda Arobiy deb kelgan bu odamni. Bu ilmlik odam bo'lmagan unaqangi. Uzundan uzun duolar qilishni ham bilmagan. Gapni indallosini qilgan xullas. U nima edi? Jannatni so'rayman, do'zaxdan panoh tilayman. Bo'ldi. Sizni va Muozni g'urung-g'urung'idaqa g'urung-g'urung qilib uzun duolar qila olmayman men, deyapti. Dandana degani shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, biz ham shuni atrofida g'urunglaymiz, deyaptilar. Nima deb duo qilsak, u shunga borib taqaladi degani. Shu jannatni so'rayman, do'zaxdan panoh so'rayman degan narsaga borib taqaladi. Xullas ma'qullayaptilar Rasululloh o'sha odam duosini. Ya'ni kalavani uchun topibsan deganida u. Biz shuni atrofini kavlaymiz, deyaptilar. O'zi gohida sodda iymon haq iymon bo'ladi. Hozir mana shu Arobiyning iymoni ham sodda iymon. Duosi ham demoqchimiz, ya'ni sodda duo. Jannatni so'rayman, do'zaxdan panoh so'rayman degan narsa. Lekin haqiqiy duo ekan mana shu.